Tompi-pompilarim, nimalar yeyapsizlar? Birinchi marta mango yeb ko'ramiz. Hech Koreyaga kelib 100 marta ko'rib, bir marta ham olib yemagan ekanmiz. Servisini. Nimaga o'xshaydi? Kartoshka. Tozalashni ham bilmasam nimadirlar qilib tashladimman. Sharmanda. Shunday yeb tashlaylikmi? Qovondami? Bizada bitta odamda yuramiz-ku, bilasiz. Yo, bu yoqqa borsam voy. Ikkalamiz bitta o'zimiz boramizmi deb qo'yamiz yana. Bitta o'zimiz. Bitta o'zimiz. Ada, aytishadi-ku, peshonasi yaltiragan qizlar deb. Kimga aytishadi? Bizagami? Sen o'zi kichkinaligindan chiroyli edilar. Hozir ham chiroylisanlar. Kosmetika biznesi bilan shug'ullandilar. Mana birato'la yaltillab ketdilar. Gapirmang. Faqatgina peshona yuzlaring hamma yog'i yaltillayapti. Silliq. Oqibati shu kosmetika. Shu onangga ham o'rgatib qo'ydilar. Onanglar har kuni shu oynani tagida ketmay yuzini yaltillatib oladi. Ko'p klientlarimiz o'zi yozishadi. Fotima Zuhra, nima bu? Super bomba qanaqadir nima deydi? Magiyaga o'xshaydi, yuzimiz yaltirab qoldi. Xuddi sizlarnikiga o'xshab qoldim. Men endi filtr qilasizlar, shunaqa deb o'ylardim deyshadi. Bir xilla otasiga ishonadi. Otasi bolasiga ishonmaydi. Bir xilla nabari. O'shaning uchun eng zo'r narsa kayda ota bola bir-biriga nisbatan ishonch. Kichkinaligingdan sallan yuzlaring nurli-da, nimaga egizingsanlar-da. Bitta tug'ilganniki bunaqa bo'lmasa bo'lmas-ku, lekin egizinglarniki chiroyli, yaxshi ko'ramasanlar. Biza ham